navbatdagi tanishadigan elementimiz magniy. Magniy Kichik Osiyodagi Magneziya shahri sharafiga qo'yilgan atom raqami 12 bo'lgan kimyoviy element. Magniyning kimyoviy belgisi Mg 1808-yili ingliz olimi Humphrey Davy tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 12, atom massasi 24, normal sharoitda magniy qattiq, rangi oq kumush rangda, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1.2, qaynash temperaturasi 1363 Kelvin yoki 1090 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 923 Kelvin yoki 650 Selsiyda. Zichligi 1.738 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Humphrey Davy'ni suratini ko'radigan bo'lsak, bu olim 1778-yilda tug'ilib, 1829-yilda vafot etgan. Magniy elementining kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, magniyning kimyoviy belgisi Mg, atom tartib raqami 12, elektromanfiyligi 1.2, elektron konfiguratsiyasi 3s2, atom massasi 24. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mana shu magniy elementining sofligi 99.8% ni tashkil etadi. Massasi 3 gram, uzunligi 2,5 cm ni tashkil etadi. Atom tuzilishiga keladigan bo'lsak, atom tuzilishida magniyda 12 ta protoni bor, 12 ta elektroni bor, 12 ta elektron harakatlanyapti. Mana bu qizillar elektronlar va 12 ta neytroni bor. Mana bu yerda jicha xatolik ketib qolgan, 13 ta deb. 13 ta emas, 12 ta neytroni bor magniyda. Bugungi o'rganadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.